Assalomu alaykum aziz do'stlar. Do'stlar, hozir mana 4 talik zakasimiz bor edi. Hozir bitirdik. Hozir xudo xolasa yuklaymiz. Bularda hozirgi kunda narxi 550 mingdan beryapmiz bularni. 4 talik ham chiroyli chiqadi. Qora ranglarga hozir talab ko'p. Har galgidek turbalari 18,5 qattiq turbadan. Machalkalari yangi solingan va manba orqalari ham machalka hamma joyi joyida. Buni har xil ranglari bor. Korishnoylari ham bor, o'sha jigar rang. Navot rangi bor, qizili, zangori, mana qorasi, har xil ranglardan bor. Endi hozir bizga ko'proq zakaz shu qora ko'p sotyapmiz hozir. Hozir kunda qoraga talab kuchayib ketdi. Oqlari ham bor buni. Shu gullida oqi bor. O'shanga hozir dastavka masalalari ko'p, menga har xil joylardan telefon qiladi. Bir kunda 30-40 ta odam telefonlashyapmiz hozir kunda. Bularni Samarqand, mana bu Voha tomonlarga dastavkalarimiz hozircha yo'q. Xudo xolasa uni ham bahordan yo'lga qo'yamiz deb turibmiz. Mana bu Namangan viloyati bo'yicha o'sha dastavkalarini pulni kelishgan holatda qilib beryapmiz. Pop rayon bo'yicha besplatni bepulga olib borib beryapmiz mana shu stol stullarni. Buni 6 taligi bor, 8 taligi bor, mana 4 taligi ham bor mana. Hozir kunda bir 550 mingdan buni beryapmiz. 8 taligini, 6 taligini 800 ming bo'lyapti u. Ular ham o'sha turbalari qalini. Narigi 8 taligini 1,1 mingga shu sexdan chiqib ketyapti shular. Agar kimga qiziq bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Telegramimiz bor. Shu nomerlar yozilgan 94 680 38 77. Aloqaga chiqsalaring, mana har kuni xudoga shukr shu akalarimizni, do'stlarimizni shu Rossiyalardan telefon ko'p bo'ladi. Shu Rossiyadagi akalarimizni, musofir akalarimizni uylariga, hammalariga olib borib beryapmiz. O'shadan o'sha oilaga sovg'a tariqasida pul jo'natganlari ham ko'p. Uylarida pullarini berganlari ham ko'p. O'shanga har kuni xudoga shukr olib borib beryapmiz. Mana agar kimga qiziq bo'lsa, shu kanalni qo'llash uchun bitta like bosib, podpisatsiya qilib qo'yasizlar. Endi xudo xolasa o'sha sal sharoit qilib olganimizdan keyin boshqa videolar ham qo'yamiz. Shularni yasalishi va boshqa narsalarni yasalishi shu sexda olamiz hammasini. Va boshqa joylarga borib ham nima har xil narsalarni video qilib chiqaramiz. O'shanga xudo xolasa moddiy tomondan yaxshi, hamma narsa yetarli. Endi hozir sal sog'liq masalasini hisobiga uzoqlarga hozir borib syomka qilganimiz yo'q. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa ularni ham chiroyli qilib qilamiz. Sog' bo'linglar, hammaga omad, tan jonlaring sog' bo'lsin.